Tamam. Güzel isku. Euro protokol Yunus yine. Ne oldu bir de? Selamünaleyküm. Birisi bo'lmasa ne bo'ladi? Yevro protokol. Shunday keyin. Bo'lmasa ichki ishlar xodimi nima aytadi? Rasmiy. Avariyadan burun sana Euro protokol bir berişenesi hakkı ban bulan. Voy, bize kelishib bilsak bor. Avariyadan burun. Primerini yolda yürüp Avariyadan burun emas. Avariya bo'lmasa, nima Avariya kerak? bo'lmaydi. Gerekmiyor mu? Yo'q. Avariya bo'lmasa bunaqa kerak deyman. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun tovara bo'lib degan, ya'ni Beeline satashxona oldida Temur Aptek yanında. Yani bir de Gentra bilan Gentra. Taqolakati sodir bo'lgan. Birinchi ayb bundan emas, ana shuni tutish kerak. Ana shu kobalt gibi yaqa yurib ketgan. Havo aybimiz shunda bo'lib turibdi. Bu yoqda просто bunaqa chiqib beradi. Ülkede Chetda dur, chetda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bo'lib o'tdi.